Men endi zavtrak qilmasam o'lib qolay deyapman. Bugungi zavtrak shunaqa sendvich, Koreya magazinlarida shunaqa sendvichlar rosa ko'p sotadi. Gaplashib mukbang qilamiz. Kariz xolamiz meni so'kib berdi. Gerangmisan deb so'kib berdilar. Ya'ni qulog'ing og'irroqmi deb so'kib berdilar. Gerangmisan dedilar garchi. Keyin g'alati bo'lib ketdim. Xullas hojatxonada sochimni fenda quritayotgandim. Bilasizlar, fenda ovozi dahshat katta bo'ladi. Qulog'im oldida bundoq qilib quritayotgandim. Keyin bu tomonga bundoq qarasam, hojatxonani eshigidan Kariz xolamiz mashinaqasiga menga qarab turibdi. Mashinaqasiga qarab turibdilar, qo'rqib ketdim. Arvoh ko'rganday bo'lib qo'rqib ketdim, ishoninglar, yuragim tushib qolay dedi. Ashna qilish mumkinmi? deb qo'rqib qo'limdagi fenam tushib ketdi даже. Keyin undan keyin aytgan gaplari garang ekansan-a dedilar. Uzr, qo'rqitib yordimmi demadilar. Garang ekansan-a dedilar. G'alatiroq-a? Keyin shu holatda Kariz xolamizga qaynonamga aytib bersam, qo'yaver, bilasan, xolayni xarakterini dedilar. Bismillah. Menda ham bor xarakter. Garang ekansan-a, meni qo'rqitib qo'yib garang ekansan-a dedilar. Kirib kelganimni ham eshitmading dedilar. Bir marta ham Kariz qaynonam bir marta ham meni tarafimni olmaydilar. Meni tushunishga harakat qilmaydilar. Chunki tillari qisiq joylari juda ham ko'p-da Kariz xolamizdan. O'shaning uchun. Kariz xolamiz hamma narsa qilib bergan, mashina olib bergan. Boshqa narsalarga yordam beryapti. O'shaning uchun g'iring demaydilar. Pul uchun hamma narsa qiladilar qaynonam.